Assalamualaikum. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Bugunlik nahmaydan tarqatishimizda ko'proq kitob o'qiyman. Tafsir kitob o'qishdan boshlaylik avval. Aman yo'llashni taqatdim. Bugün tafsir cevherlerden 3. bölümünün 3. tomunun 211. betten başlap okuy. Kafirlar Allah Taala'nın birligini gösteren muşindaq ochiq va ro'shan dalillarni ko'rgan va bilgandan keyin yanılar shu butlarni Allah Taologa tan qilishni, maxluqotni Allah Taologa shirik keltirishni almashtirmoqda. Ular Allah Taolo o'zi yaratgan, o'zi paydo qilgan va o'zi yo'qdan bor qilgan maxluqotni unga tan qilib oladi. Ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Yani ular ve ularning ota-boboları Allah'ın balası var degan bu buhtan to'g'risida hech qanday bilimga ega emas. Ularning ig'izdan chiqqan so'z nima degan cho'ng kufrliq, ular faqat yolg'onni aytadi. Shundaq ro'shan dalillardan keyin Alloh taolaning bir ekanligiga shak bormi? Kur'an-ı Kerim bu bayanlardan keyin müşriklarga ve haqdinga ayishni rad qilguvchilarga Allah Taoloning ularning otasi Adam alayhissalomni tuproqdan, ularni bo'lsa abi ma'nidan iborat shu arzimas sudni yaratganligini eskartdi. Atamiz Adam alayhissalom tuproqdan yaratilgan. Biz bo'lsak er ayol ikki jinsning ma'nisidan yana spermasidan yaratildik. Ma'ni qondan, qon ozuqlikdan, ozuqlik hayvonotlar va o'simliklardan keladi. Axirgi hisobda tuproq bilan ma'ni ikkisining manbasi yana zamin bo'lib chiqadi. Ondan Allah Taala bizga bu dunyoda ajalimiz to'shqichilik yashashimizni taqdir qildi. Inna ajalallahi iza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Yani shaksizki agar bilsanglar Allah bekitgan ajal kelgan chog'da u ajal kechiktirilmaydi. İnsanlarning o'ladigan ajaldan boshqa yana bu dunyoning oxirlashishi uchun belgilangan bir ajal bo'lib, uning tugashi oxirat olamining boshlanishi bo'ladi. Uning vaqtini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Hatto Alloh taologa eng yaqin farishtalar va ulug' payg'ambarlarmi bilmaydi. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yani iyi peygamber Mekkelik kafirlar senin kıyametinin kaçan bulduğalıqını soraydı. Etkin ki onun ilmi fakat Rabbimnin dergahididir. Onu faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomatning vaqtini bilish osmonlarning va zaminning ahliga og'ir keldi. O'slarga faqat tuyuqsizlik keldi. Ular go'yo sen qiyomat bilan noyda tunishdek. Uni sendan so'rashdi. Aytganki uning ilmi faqat Allohning dargohidadir. Lekin bunda ekanligini insonlarning to'lisi bilmaydi. Ey kafirlar, sizlar shundoq ochiq dalil sifatlarni bilgan va uning alomatlarini ko'rgandan keyin yanala ko'rgandan keyin yanala
Oxiratdagi terilishga shak keltiryapsizlar. Halbuki Alloh taolo osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga, itoat qilinishga va ulug'lanishga tegishli yagona ilohdir. U sizlarning barliq qilmishinglarni bilib turadi. Qiyomat kuni sizlarga qilmishinglarning jazosini beradi. Allama ibn Kasir va huvallohu fis samawati va fil ard degan oyatning ma'nosi to'g'riliq mundaq degan. Mufassirlar bu oyatning ma'nosi haqida ixtiloflashgan bo'lib, har xil ma'nolarni aytgan bo'lsa-mu, ularning hammasi Jahmiya firqasining Alloh hamma yerdadir deydigan e'tiqodining to'g'ri emasligidan birlikka kelgan. Bu oyatning eng to'g'ri ma'nosi shuki, osmonlardagi va zamindagi birli chaqiruvchi Allohdir. Ya'ni osmonlardagilar va zamindagilar uning ibodat qiladi va uni yagona iloh deb e'tiqod qiladi. Uni Alloh deb ataydi. Inson va jinlarning kofirlardan boshqa hamma uning rahmatini umid qilib, azobidan qo'rqadi. Bu oyat bunu oyatga o'xshaydi. Va huvallazi fis samai ilahu va fil ardi ilah. Ya'ni Alloh shunday zotki, u osmonda ilohdir, yerda ilohdir. Ya'ni Alloh osmondagilarning ilohi va zamindagilarning ilohidir deganlikdir. Buningga asosan o'zlarining yoshirin va oshkor ishinglarni biladi, qilayotgan amalinglarni bilib turadi degan oyat amaliy ahvoldan xabar berishni ifodalaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, mushriklarmi xuddi musulmonlarga o'xshashlar Alloh taolaning borligiga ishonadi. Ammo musulmonlar Alloh taolaning birligiga, shirki yo'qligiga, yagona iloh ekanligiga e'tiqod qiladi. Mushriklar bo'lsa Alloh taolaga maxluqotni shirik keltiradi. Ikkinchi, haqiqat hamma yerda birdir. Ammo batil, saxtlikning turlari ko'pdir. Hidoyatning yo'li birdir. Ammo azg'unliklarning yo'llari va turlari intayin ko'pdir. Oyatdagi qorong'uliklar bilan nur bunga ishorat qilmoqda. Alloh taolo o'zining cheksiz ilmi bilan bandalariga eng yaqindir. Ammo insonlar o'zlarining beparvoligidan Alloh taolodan yiroqlashib ketadi. Kufrlikning sabablari va kofirlarning shubhalariga raddiya. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Tercümesi 4. Aşularga yani müşriklarga Rabbinin ayetlerinden birer ayet kelsila, ular onundan yani onu kabul kılıştan baş tartıdı. 5. Ularga haq kitap Kur'an tilibidi, ular onu yalgan dedi. Uzak kalmay ularga özleri meskir kılgan nersinin haberleri kelidi. 6. Bizning ulardan ilgari o'tgan nurg'un nasllarni halok qilganligimizni ular bilmadimi? Biz ularga yer yuzida sizlarga bergan imkoniyatlarni bergan edik. Ularga mo'l yomg'irlarni yog'dirib bergan edik va o'stanlarni ularning ostidan yiqib turgan qilgan edik. Ondan ular qilgan gunohlari tufaylidan halok Ondan ularning qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik.
7. ayet. Ey payg'ambar, agar biz sana ular talab qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan, kofirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdami, albatta ular bu faqatla ochiq bir sehrdir deydi. 8. ayet. Ular nima uchun unga, ya'ni Muhammadga biz ko'ralaydigan bir farishta tushirilmadi dedi. Agar unga bir farishta tushirgan bo'lsak, albatta ularni halok qilish to'g'riliq hukm chiqarilgan bo'ladi. Ondan ularga muhlatma berilmaydi. 9. ayet. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirda albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni hozir tushgan shubhiga yana tushirdik. Tafsiri. Allah Taala bu ayetlarda mahluqatni Allah Taalaga tan qilib olib, u narsalarni Allah Taalaga shirik keltirgan mushriklarning qilmishlarini ayblashni davomlashtirgan bo'lib, ularning haqiqatni qabul qilmaslikdan iborat takavvurlik ustida to'xtaldi. Mushriklarga o'zlarini yo'qlikdan yaratgan, rizq berib parvish qilib turayotgan, har narsaning eng yaxshisini ato qilgan, yer yuziga xo'jayin qilib karamlik Robbining oyatlaridan biror oyat kelsa, ular undan yuz o'riydi. Uni qabul qilishdan va uning iymon etishdan bosh tortadi. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Yani ularga Rabbi tarafından yeni vəz nəsiyyət yetkizilsələ, ular onunla dilləri oyun tamaşağa verilgan və onu məsxir qılğan halda qulaq silişir. Müşrikler hiç narsaga tefekkür ve ibret közü bilen bakmaydı. Birer kıtımı taklitçilikten, cahiliyetinin müteessiflikinden ve ata-bovalarını qarğularcha doğraştan yirak durup, obdan bir oylanıp körmeydi. Şoň ulara qandaqlı bir ayet yetkizilse, derhal onundan yüz örüydü. Ve onu danışıp kilivatkan sehirdur deydi. Ve qalu mehma ta'tina bihi min ayetin litesharana biha fema nahnu leke bimu'minin. Yani ular, sen bizden közümüzü bağlaş için her kandak möcizi keltirsen mi, biz sana herkes işenmeyimiz dedi. Ular, sen bizden közümüzü bağlaş için her kandak möcizi keltirsen mi, biz sana herkes işenmeyimiz dedi. Ular şu sebepten Kur'an Kerim davet kılgan hak dinini, Peygamber Aleyhisselam bilip gelgen tevhid akidesini, o zat öğretken güzel ahlakını ve ulug'var faziletlerini kabul kılıştan başlattı. Hakikatini kabul kılıştan başlatış, ularning xarakteriga aylanib qolganlikdan, ular haq davetga chaqirilgan hamon uni darhol inkor qildi. Shuning bilan bu inkorchilikning oqibati hasrat ve nadomat bo'ldi. Qur'on Kerimni inkor qiluvchilar bu qilmishining jazosini cho'qim tortdi. Ve haqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un. Yani ularni özleri mesxir qilgan azap qorishib oladi. Ayette agahlandırılgan boyunca müşriklarning haqiqatni inkor qilganligining jazosi o'z vaqtida ularning Badr g'azotida mag'lub bo'lishi bilan amalga oshgan edi. Alloh taoloning nusratiga kishilar haq dinga to'p-to'p bo'lib kirishgan edi. Bu inkarning faqat mushu dunyodagi jazosidir. Ammo uning oxiratdagi jazosi do'zaxda mangu qilishdir. Allama Faxriddin Razi mundaq degan: Müşriklarning kufrligi 3 xil darajada. Birincisi tefekkür qilib aql ishlatishni bosh tortish, ikkinchisi haqiqatni rad qilish, uchinchisi Alloh taolaning so'zi bo'lgan Qur'on Karimni masxir qilish. O müşriklarning hali to'lim ajablanarliki, ular o'zlaridan ilgari o'tgan inkorchi qavmlarning boshiga qanday azob oqibatlarning kelganligini va ularning ibratlik oqibatining xabarlarini anglamadimi? Sizlardan burun biz sizlarga berib boqmagan ne'matlarni berib ne'matlantirgan, sizlarga ato qilmagan saltanatlarni ato qilgan, sizlarga berilmagan imkoniyatlarni bergen qanchalagan qavmlarni ularning haq dinni inkor qilganligi va payg'ambarga qarshi turganligi sababli halok qilib etmadikmi? Ularga osmondan azob yog'dirdik. Ular erishgan saltanat va boylik ularni bu azobdan qutuldirib qola oladimi? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u va yuvalluna dubur. Yani ular biz g'olib kelguchi jamoamiz deb atamdi. Biz bu jamoa yaqinda mag'lub qilindi va orqaga qarab qochdi. Ular Ad, Samud, Fir'avn qavmlarining va Lut alayhissalomning qavmining ibratlik oqibatlarini bilmadi. Inna batsha robbika lashadid. Yani sheksizki Robbingning jazosi haqiqatan qattiqdir.
Gerçi hazırkı Müslümanlar e'tiqad cəhətdə Allah Taala'nın ayetlerini inkar qılmısımı? Əməl qilish cəhətdə ularning ko'p sonliqi Allah Taala'nın ko'rsatmalaridan bosh tortganligi uchun ularning beshig'imi ilgirki inkarchi ummatlarning yoki yahudlarning beshig'iga kelgan musibatlarning va azob uqubatlarning kelib qilish qo'rqinchisi bor. Chunki bu Allah Taala'nın azaldan joriy qildirib kelayotgan qonuniyati bo'lib, bu qonuniyat o'zgarmaydi. Peygamber Aleyhisselam müşrik Araplarının haq dinini inkar qilganligi va uning qarshi chiqqanligidan ko'p yaram bo'ladi. Bu sababli yurkisi qiladi. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Yani ey Peygamber sen ularning yani müşriklarning nemishqa onunla birer xazina tushirilmadi yoki onun bilan birga birer farishta kelmadi deydiganligi uchun balkim sana nozil bo'lgan vahiyning bir qismini yetkazgin kelmaydigandir ve bu sebepten yurking siqildigandir. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsaga vakildir. Ey Peygamber, agar biz sana osmondan qog'oz yozilgan bir kitob tushirgan, o kitobni o kafirlar o'z qo'llari bilan tutib ko'rgan va sen shu kitob orqali ularni dinga da'vat qilgan taqdirdami, ular unga ishonmaydi. Sening da'vatingdan bosh tortadi va o kitobni sehr yoki xiyol deb inkor qiladi. Kafirlar Muhammed Aleyhisselam'dan iki narsa talab qilib turib olgan edi. Ularning biri Peygamber Aleyhisselamga osmondan bir farishta tushib dinga chaqirishlarda uning bilan birga bo'lishi bo'lib, ularning qarashicha payg'ambarning insondan bo'lganligi dinni yetkazish uchun yetarli emas deb qaraydi. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Yani ular bu bizge o'xshash tamoq yeydigan, bozorlarda menib yuradigan qandoq payg'ambar? Onun bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun nemishqa onunga biror farishta tushirilmadi deyishdi. Qur'on Karimning Hud, İbrahim suralari kafirlarning bu so'zlari bayon qilingan. Allah Taala ularning bu talabiga raddiya berdi. Agar ularning talabi bo'yicha osmondan farishta tushirilsa, ularning ishi tugagan bo'ladi va ular hech muhlat berilmasdan darhol halok qilingan bo'ladi. Chunki Allah Taolaning qonuniyati azaldan shundoq davomlashib kelgan bo'lib, biror qavm Allah Taolo tushirgan mo'jizani qabul qilmay, boshqasini talab qilsa va talab qilgani berilgandan keyin yana iymon etmasa, ularni kechiktirmasdan darhol halok qilib o'tish Allah Taolaning qonuniyatidir. Ularning ikkinchi talabi osmondan bir farishta tushib dinni o'zi bevarsa yetkazishi edi. Yani peygamber insandan emas, balki farishtadan kelishi kerak edi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Yani onun kavmi içindeki küfrede çan turup algan katta başlar yetişti. Bu fakat sizlerge o'xshash bir insondir. Bu sizlardan üstün bo'lmoqchi. Agar Allah payg'ambar avatishni xohlasaydi, albatta farishtalarni avatgan bo'ladi. Bundaq so'zni biz burun ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. Ko'rinib turibdiki, ularning bu ikkinchi talabi haqiqatan haddan oshgan haqoratlik va uchiq chiqqan ahmoqlik edi. Ularning nazarida Muhammad alayhissalomdan iborat bu rasul payg'ambar bu dinning payg'ambari bo'lishga loyiq emas edi. Ular agar Allah Taala payg'ambarlikka farishta avatmay, inson avatadigan bo'lsa, unga Muhammaddan biz haqliqmiz deydi. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Yani ular yine biz bu Kur'an demişken Mekke ve Taif iki şehir ehlinden katta bir kişiye nazil kılınmadı deyişti. Rabbinin rahmetini ular taksim kılam degen, ularning dünya hayatidagi rizqini ularning arasida biz taksim kıldık. Allah Taala ularning bu talabiga raddiya berdi. Agar biz payg'ambarni farishtadan qilgan bo'lsak, uni ular bilan o'zaro tushunish hosil qilish uchun albatta inson suratida tushirgan bo'lardik. Agar farishta ularga inson suratida tushsa, ular hozir tushgan shubiga yana tushgan bo'lardi. Chunki o farishtami ular bilan aralashadi va o'zini xuddi Muhammad alayhissalomga o'xshash Allah Taolaning payg'ambari deb e'lon qiladi. Ular unga yana ishonmaydi. Chunki ular uni farishlik holida ko'rolmaganligi uchun bu farishta emas, balki inson deb turib oladi.
Şuna Allah Teala öz hikmetiga asasen peygamberlikке Muhammed Aleyhisselam'ını tanladı. Çünkü Allah Teala kimni peygamber qilib evatishni özü obdan biladi. Muhim noktaları. Birinci, haqiqatni qabul qilishni xohlamaydiganlarning bahonasi ko'p bo'ladi. Ularga yetarli dalil isbotlar to'liq kelsimi, yana uni qabul qilishdan bosh tortadi. Chunki mundaqlarning maqsadi haqiqatni tepish emas, balki unga gardangashlik qilishdir. Ikkinchi, agar payg'ambar insondan kelmay farishtadan kelgan bo'lsaydi, haqiqatni aytishni xohlamaydiganlar payg'ambarga biz degan inson, siz bo'lsangiz farishta, shuni sizning qilganlaringizni biz qila olmaymiz, chunki ikkimiz ikki qutbmiz degan bo'ladi. Agar farishta inson suratida kelib, ularni dinga chaqirsa, haqiqatga erishishni xohlamaydiganlar xuddi Muhammad alayhissalomga va uning ilgirki payg'ambarlarga aytgandek, sen bizga o'xshash bir inson tursang, qandoqlarcha biz o'zimizga o'xshash bir insonga itoat qilamiz ekan degan bo'ladi. Muhammad alayhissalomga tasalli. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Tercümesi 10. ayet. Ey peygamber, senden ilgiri ötken peygamberlerimi haqiqatan masxir qilmagan edi. Masxir qilganlarni o'zlari ko'zga ilmagan azob qo'shib oldi. 11. ayet. Ularga aytganki, yer yuzini kezinglar, andan payg'ambarlarni inkor qilganlarning aqibatining qanday bo'lganligiga qarab beqinglar. Tafsiri. Allah Teala Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun kavmini imana davet qilish yo'lida chekkan jafo mushaqqatlari va ularning aziyatları, masxaralari uchun tasalli berib, ilgari o'tgan payg'ambarlarning o'z qavmlari tarafidan masxarlarga va aziyatlarga uchraganligini, kofirlarning haqiqatni inkor qilishi va yaxshilarni masxar qilishi azaldan bor ahvol ekanligini bayon qildi. Ey payg'ambar, sening qavming orasidagi kofirlarning masxarlariga, aziyatlarga beyarim bo'lmagan. Ularning iymon etmaganligiga qarab g'amgin bo'lmagan. Chunki sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar shunday masxarlarga va aziyatlarga uchragan. Bundan qilish har zaman kofirlarning o'rtaq adati bo'lib, bu yangi ahvol emas. Payg'ambarlarni masxar qilgan va ularga yomonlik qilgan qavmlarning eng ibratli holda jazolanganligi va ularni o'zlari masxar qilgan va ishonmagan azobning tuyuqsiz qo'shab halok qilib o'tganligi bir amaliyotdir. Ad Samud qavmlarining halokati buning misoli. Ey payg'ambar, sabr qilgin. Seni masxar qilgan va sen ilib kelgandan inkor qilgan aşu kafirlarga Allah Teala ularning qilmishlarining jazosini bermay qolmaydi. Ular qilmishlarining jazosini tatishdan hargiz qutula olmaydi. Yuqorqi oyatda Allah Teala payg'ambar alayhisolamga yaxshi kelajak, Allah Teala'ni tanigan va uning itoat qilgan mu'minlarga mansub ekanligini, yomon oqibat kofirlarga va haqiqatni masxar qiluvchilarga bo'lganligini ochiqlagan. İnna kafeynakal mustahziin. Yani seni masxar qiluvchilarga biz cho'qim tetimiz. Ey payg'ambar, agar u müşriklar sen bayon qilib bergan qissalardan shaklansa, ularga aytganki, yer yuzini kezinglar, har qaysi joylarga berib ko'ringlar. Bu orqali sizlardan ilgari o'tgan Ad, Samud, Fir'avn qavmlarining va Lut alayhissalomning qavmining ibratlik oqibatlarining tarixiy iznalarini ko'rib, pand nasihat edinglar. Muhim nuqtalari. Birinchi, haqiqatni inkor qiladigan to'g'ri yo'lga da'vat qiluvchini masxar qiladigan kofirlar bu qilmishning jazosini cho'qim tetiydi. Allah Teala tarafidan insonlarga haqdan yetkazish uchun kelgan payg'ambarlarning hammasi o'z qavmlari tarafidan masxarlarga va aziyatlarga uchragan. Hatto bu yo'lda ba'zisi o'ldirilgan, ammo haq yo'lda tortgan jafolar, qiyinchiliklar hargiz mukofotsiz qolmaydi. Har kim qudratining yetishicha ishlarni to'g'ri yo'lga yetaklashga mas'uldir. Bu yo'lda qiyinchiliklarga va gohida kishilarning masxarasiga uchraganlar payg'ambarlarni o'zlariga ulgu qilsa tasalli topadi. %21. bettim.
Allah Teala'nın birligi ve ahiretinin haqiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul limen ma fis semavati vel ard. Kul lillah. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Tercümesi 12. ayet. Ey Peygamber, müşriklerden sorgan ki asmanlardaki ve zimindeki mevcudat kimnin? Aytkan ki Allah'ның. Allah rahmet qilishini o'z ustiga olgan, shak bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'adi. Kufrini tanlash bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. 13. ayet. Kecha ve gündüzde mevcut bulup turgan şeylerin hemmisi Allah'nındır. Allah hemmini anlap turgucudur. Hemmini bilip turgucudur. 14. ayet. Ey Peygamber, o müşriklarga aytkan ki asmanlarni, zeminni yo'qdan bar qilguvchi Allah hammaga rizq beradigan, o'zi rizqqa muhtoj bo'lmaydigan tursa, men Allohdan boshqasini madadkor qilib olam deman. Aytkan ki, men bu ummat ichida musulmon bo'lganlarning tunchisi bo'lishga buyurildim ve menga hergiz müşriklardan bo'lmag'in deb amr qilindi. 15. ayet. Ularga yana aytkan ki, agar men Rabbimga asilik qilsam, büyük qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. 16. ayet. Aşu günde kimki azaptan qutuladigan, Allah onunğa rahim şefkat qilgan bo'ladi. Ana shu ochiq nijotlikdir. Tafsiri. Qur'on Karim bu yerda Alloh taolaning birligini va butun kamolatining uningga xos ekanligini, qiyomat kunini va u kunda bo'ladigan ishlarni Ey Peygamber, müşriklerden sorgan ki asmanlardaki ve zimindeki mevcudat kimnin? Bu kainat ve onundaki şeyler kimnin? Yıldızlardan bezelgen bu asman kimnin? Asmanda ünç merdiyalardaki parqırab turgan bu yıldızlar kimnin? Bu payansız zemin kimnin? Zemindeki tağlar, deryalar, deniz okyanlar, insanlar, hayvanlar, haşaretler, uçarlıklar, şundaqla insanlar tıxı bilip bulalmagan alemler kimnin? Ularga özün cevap verip aytkan ki, bularning hammasi mevcudatni yo'qdan paydo qilgan, hayotlikni yaratgan, hammaning egisi bo'lgan, hammani parvarish qilib turayotgan, rahim shafqatlik, kuch qudratlik, ilohlikda hech shirk bo'lmagan yagona Alloh taolonindir. Chunki Alloh taolodan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh taolo bandalariga nihoyat shafqatlidir, to'liq mehribondir. Allah Teala bu sualni so'rash ve onun cevabını berishga Muhammed Aleyhisselam'ı buyurgan. Bu haqiqiy to'g'ri javobdir. Aqli bor kishi buningga hargiz shak keltirmaydi. Va la in sa'altahum man xalaqas samawati wal arda la yaqulunalloh. Ya'ni agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, ular albatta Alloh deb javob beradi. Mushriklar hammani Alloh taoloning yaratganligini e'tirof qiladi. Lekin ular o'zlarining xato tafakkuri sababli butlar to'g'riliq ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Ya'ni biz bularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirsin deb cho'qinamiz deydi. Shunga ular butlarni Alloh taologa vasita qilib oladi. Ularning bu batil e'tiqodi va cho'qingan narsalari nima degan yomon. Allah Teala asmanlarni ve zeminni örneksiz yarattı. Asman, zemin ve ularning arasındaki mevcudatның hammasi Allah Teala'nındır. Biz Allah Teala yaratgan mevcudatdan faqat ozgina narsalarni bilamiz. Bizning Allah Teala'nın mahluqatlari haqidagi bilimimiz dengizda bir tomchimi bo'lolmaydi. Allah Teala merhamet yüzüden bandlarga rahim shafqat qilishni o'z ustiga olgan. Chunki
Allah Teala benderge nair şefkatlik ve tolun mehribandır. Mehriban zattır. Meydana keladiganligida qilcha shak bo'lmagan qiyomat kuni Alloh taolo haloyiqning hammani hisob maydoniga mahsharga yig'di. Biz o kunda barliq amallarimizning mukofotini yoki jazosini ko'rish uchun Alloh taoloning huzurida to'planamiz. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah va man ya'mal yarah. Ya'ni kimki zarrachilik yaxshi qilsa, u uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladigan, u uning jazosini tortadi. Velillahi ma fis samawati va ma fil ardi liyajziyallazina asa'u bima amilu ve yajziyallazina ahsanu bil husna. Yani osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohnindir. Allah ularni yomon ish qilganlarni qilmishlari qarab jazolash, taat ibodatlarni mukammal qilganlarni mukofotlarning eng yaxshisi bo'lgan jannat bilan tartiblash uchun yaratdi. Yaxshi amallarga mukofot, yomon amallarga jazo berish ilohiy qonuniyatning va marhamatning namoyandalaridan biri bo'lib, insonlar qachonki bu qonuniyatni tanib yetib, uningga ko'ra ish ko'radigan bo'ladi ekan, ularning orasidagi yomonlik qilguvchilar yomonlikdan qo'l uzadi. Yaxshilik qilguvchilar hamma yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Yaxshilarning yaxshiliklariga mukofot bermaslik, yomonlik qilguvchilarning yomonliklarining jazosini tetmaslik odillikning va marhamatning ifodasi emas. Allah Teala'nın rahmetining namoyandalaridan yana biri bizni o'zini tunish hidoyat qilganligi va bizga o'zining yagona iloh ekanligiga yetarli dalil isbotlarni ato qilganligidir. Allah Teala'nın rahmeti g'azabidan eshib ketdi. Allah Teala yana bir yaxshilikqa o'rnatsa, xohlagan bandasiga undan ko'p savob berganligini va'da qilgan. Ammo Allah Teala yomonlik qilguvchilarga bir yomonlikning jazosi birdir degan qoida bo'yicha jazo berilganligini aytdi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Yani kimki dergahimizga birer yaxshilik bilan kelsa, u 10 hassa ortiq mukofotga erishadi. Kimki birer yomonlik bilan kelsa, u faqat shu yomonligiga barobar jazoga uchraydi. Ular zulm uchirmaydi. Ayette kıyamet günü toplananlarning ichidan ziyon tortquchilar ayrim bayon qilingan bo'lib, ular yaratilgan chog'dagi asli tabiati buzilgan, to'g'ri yo'lga hidoyat tepishni xohlamagan, Alloh taoloning borligini, birligini va cheksiz qudratini namoyon qilib turayotgan koinot alomatlari ustida aql ishlatib tafakkur qilishdan o'zlarini mahrum qilgan, faqat taqlidchilik, yomon o'y fikr va o'zlarining botil e'tiqodida ching turishdan iborat ahmoqligi ularni to'g'ri fikr qilish, tushunish va haqiqatni izlashdan to'sib qo'ygan kishilardir. Chunki ular ota-bobolarining xurofotlarini tashlab, ularni taqlid qilishdan voz kechib, haqiqatni izlaydigan, aql va ilmning talabi bo'yicha ish qiladigan yaxshi niyat, kaskin iroda bo'lgan emas. Şuna ular ziyon tortquchilardan bo'lib ketgan. Ular qiyomatga va uningdagi jazo bilan mukofotga hargiz ishonmaydi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa kechida jim turib kunduz harakat qiladigan va kunduzda jim turib kechida harakat qilgan barcha shaylar Alloh taoloning. Alloh taolo bularni boshqarish va parvarish qilishida yeganidir. Qur'on Karim osmonlar, zamin va ularning orasidagi barliq shaylarni, kecha va kunduzdagi hamma vaqtlarni bayon qiladi. Bu Alloh taoloning cheksiz ilm hikmatga, mutlaq iroda va xohishga ekanligiga ishoratdir. Chunki Alloh taolo hamma so'zlarni, duolarni, munojotlarni anglab turguchidir. Har qanday niyatni va qilingan ishlarni bilib turguchidir. Mana bular Alloh taolodan boshqa ibodat qilinishga loyiq bo'lgan birining yo'qligini ko'rsatadi. Ey payg'ambar, mushriklarga aytganki, men osmonlarni va zaminni yo'qdan yaratgan, maxluqotga rizq beradigan va rizqlanishga asla muhtoj bo'lmaydigan ulug' Alloh taoloni qo'yib, maxluqotni madadkor qilib olamdiman. Ulardan yordam tilamdiman. Ular meni ziyon zahmatdan qo'g'diy olamdi yoki menga yaxshilik ato qila olamdi. Bu savollar atalmış avliyolarni, butlarni shafoatchi va madadkor qilib olishning botil ekanligini bayon qilish va kofirlarning qilmishlarini ayblish uchun so'ralgan bo'lib, ibodat qiling'uchi, madad va yordam so'ralg'uchi faqat Alloh taolo ekanligini ochiqlaydi. Ey nadallar, sizlar meni Alloh taoloni qo'yib boshqasini ma'bud qilib olishga buyurmoqchimi? Alloh taolodan boshqa biri osmonlarni va zaminni yaratganmi? Ey nadallar, bilinglarki, ibodatni
osmonlar bilan zaminni o'rnaksiz yaratgan. Bularni yaratishda hech kimning yordamiga muhtoj bo'lmagan yagona yaratquchi Alloh taologa xolis qilish lozim. Bizning shuarimiz İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani ey Rabbimiz sana ibadet qilamiz ve senden medet tileymiz degenden ibarettir. Allah Taala hammaga rizq berguchidir, ammo o'zi rizqlanishga muhtoj emas. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. Yani ben ulardan rizq tilemayman ve ularning meni oziqlantirishini xohlamayman. Bu ayet Allah Taala'nı koyup rizqqa ve oziqlanishga muhtoj bo'ladigan insonlarni igen davolashning ochiq zalolat ekanligiga ishorat qiladi. Ey payg'ambar, ularga aytganki, men koinotdagi jim turgan, harakat qilgan şeylarning hammasini yaratgan, duolarni, munojatlarni va butun ovozlarni anglab turadigan, oshkora va yoshirin hammani bilib turadigan, osmonlar bilan zaminni o'rnaksiz yaratgan, hammaga rizq berguchi, o'zi rizqqa muhtoj bo'lmaydigan, mahluqotga qat'iy o'xshamaydigan yagona Alloh taologa iymon keltirgan mushu islom ummati ichidagi musulmonlarning turunchisi bo'lishga buyurdim. Men Alloh taologa osiylik qilsam hech kim yordam qila olmaydigan, ish faqat Alloh taoloning ilkida bo'ladigan qiyomat kunining azobidan qo'rqaman. İlgirki ve keyingi bütün günahlarımız mağfiret kılıngan bir peygamberinin hali mundaq bo'lgan yerda bizning halimiz nima bo'lmoqchi? Allah Taala'nı koyup saxta ilahlarga cho'qingan ve ulardan yardım so'ragan odam bolasi. Sen rastlı aldangan ve bichar mahluqsan. Qiyomat kunining azobidan qutulib jannatga kirilgan odam haqiqatan Alloh Taoloning rahmatiga erishgan ve murodiga yetgan odamdir. Bu rastlı cho'ng qutuqdir. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Yani kimki do'zaxdan yiroq qilinib jannatga kirgizilsa, u murodiga yetgan bo'ldi. Muhim nuqtalari. Alloh taoloning rahmati keng va fazli cho'ngdir. Qiyomat kuni do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan kishilar murodiga yetgan baxtli kishilardir. Üçüncü, kainatdagi jim turgan ve hareket qilgan barcha mavjudot Alloh taoloning boshqarishi ostida bo'lib, Alloh taoloning irodasisiz qiltavermaydi. To'rtinchi, osmon, zamin ve ularning orasidagi barcha maxluqotning yaratuvchisi, parvarishchisi yolg'iz Alloh taolodir. İlahiy qudratning ko'rinishlari ve Allohning Muhammad alayhissalomga guvohligi. Ve yemseskallahu Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Tercümesi 17. ayet. Ey insan, eğer Allah sana birer külfet yetkizse, onu Allah'tan başka kötürüp etkisi yoktur. Eğer Allah sana birer yaxşılık yetkizse, onu tasvalgıcı yoktur. Şeksiz ki Allah her nerseye kadirdir. 18. ayet. Allah bendilerin üstüne tizgillep turgucudur. O hikmet bilen iş kılgıcıdır, hemmeden haberdardır. 19. ayet. Ey peygamber, etken ki, mening peygamberlikimge qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytgan ki Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Bu Qur'on menga sizlarni ve Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Allah bilan birlikda boshqa ilohlarmi bor deb cho'qim guvohlik bera olamsizlar? Ey payg'ambar, ularga aytganki, men mundaq guvohlik bermayman. Aytganki, u haqiqatan bir ilohdir. Men sizlar Allohga shirk keltirgan narsalardan albatta ada judaman. Tefsiri. Ey insan, eğer Allah Teala sana yoksulluk, ağrıqsızlık, xotirjamsizlik ve musibet qatorliq insan yetadigan ziyon zahmetlerden ve külfetlerden birersini yetkizse, şüphesiz ki onu Allah Teala'dan başka hiç kim kötürüp etolmaydi. Çünkü Allah Teala
hammaga kuch yetadigan cheksiz qudratli ilohdir. Ahvol bundoq ekan, musulmon odam e'tiqod, ibodat, duo va yordam so'rash ishlarida Alloh taolodan boshqasiga qat'iy yuzlanmaslik lozim. Chunki kulfatni ko'tarib o'tish va foydani keltirib berish faqat Alloh taoloning ilkididir. Chunki inson sabab qildi, ammo natija Alloh taoloning irodasi bilan qo'lga keladi. Alloh taolo biror bandasini ziyondan qutuldirmoqchi bo'lsa, uni to'g'ri va sog'lom ish qilishga yetaklaydi-da, u yo'lliq va to'g'ri sabablarni qilish orqali kulfatlardan va ziyon zahmatlardan qutulib chiqadi. Gohida inson hech bir sabab qilmasa-mu, Alloh taolo o'z fazli bilan uningdan ziyon zahmatni ko'tarib yetadi. Shaksizki Alloh taolo mahluqotning eng nozik va eng maxfiy taraflarini to'liq bilib turadi. Ey inson, agar Alloh taolo sana foydaliq, sana boylik, tan sog'lik, amonlik, xotirjamlik qatorliq yaxshiliklardan qaysi birini ato qilishni xohlasa, uni hech kim sendan to'sib olmaydi. Alloh taoloning ishiga hech kim aralasha olmaydi. Shaksizki Alloh taolo hammaga qodirdir. Hamma ish uning ilkididir. Oyatda foyda bilan ziyonni, yaxshilik bilan kulfatni silishtirishdan maqsad insonning boshiga keladigan kulfatlarning hammasining ziyonliq emasligiga, balki ba'zi kulfatlardan yaxshilik borligiga ishorat qilish uchundir. Alloh taolo o'zining cheksiz qudratini va tangdoshsiz kuch-quvvatini bayon qilgandan keyin o'zining yagona podshohligini, qahr qilg'uchi kuchini va hamma uning iltijo qiladigan umid va qo'rqinch ichida unga yuzlangan mutlaq hokimiyatini bildirib, o'zining bandalarining ustida qahir, ya'ni tizginlab turg'uchi ekanligini jakarlaydi. Bu o'rindagi ustida degan so'z yer makonning ustunligini yoki egizligini emas, balki Alloh taoloning bandalari ustidagi qudratini va mutlaq hokimiyatini ifodalaydi. Oyatdagi qahir degan sifat, qodir degan sifat har ishga kuch yetadigan, maqsadini aciz kelmaydigan degan ma'nolarni ifodalaydi. Qahir degan so'z qudrat degan so'zda bo'lmagan ziyoda ma'noni ifodalaydi. Bu bo'lsa-mu boshqalarni qilmoq bo'lgan ishidan to'sishdir. Chunki qahir degan boshqalarning maqsadiga yetishdan to'sib qolg'uchi, hammani tizginlab turg'uchi deganlikdir. Mana bu hikmatli ish qiladigan va butun maxluqotning ahvolini to'liq bilib turadigan Alloh taolo xos sifatdir. Mushriklar Muhammad alayhissalomga sening payg'ambar ekanligingga kim guvoh bo'ladi deb aziyat yetkazdi. Shuning bilan Alloh taolo ey payg'ambar aytganki, mening payg'ambarligimga qaysi narsa eng chong guvoh degan oyatni nozil qilib, Muhammad alayhissalomni ularga bu oyatdan yana o'zi javob berib, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Bu Qur'on menga sizlarni va Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirishim uchun vahiy qilindi deyishga buyurish orqali rostchilikda qilchi shak bo'lmagan. Xatolik, yolg'onchilik va kamchiliklardan tamoman yiroq bo'lgan eng chong guvohlik Alloh taoloning guvohligi ekanligini, bu Qur'on Karimning Muhammad alayhissalomga Alloh taolo tomonidan insonlarni payg'ambarni inkor qilishning yomon oqibatlaridan ogohlantirish uchun nozil qilinganligini, Alloh taoloning payg'ambar alayhissalomni Qur'on Karim yetib borgan joylardagi kishilarning hammasini ogohlantirishga buyurganligini ifodalaydi. Shuning uchun Muhammad alayhissalomning dini butun dunyo xalqiga qartilgan olamshumul dindir. Alloh taoloning Muhammad alayhissalomga guvoh bo'lganligi Qur'on Karimda Muhammad Allohning elchisidir. Va ma arsalnaka illa mubashshiran va nadhira. Ya'ni biz seni faqat xush xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik degan oyatlar orqali ifodalangan. Bundan boshqa ko'plagan oyatlarda Muhammad alayhissalomning Alloh taoloning payg'ambar ekanligi keskin jakarlangan. Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalil isbotlarcha Qur'on Karim eng kuchli dalildir. Undan qolsa burungi samoviy kitoblardan Tavrat va Injil qatorliqlarning xabarlaridir. Xulosa kalam Alloh taoloning guvohligi eng katta va eng ishonchli guvohlikdir. Bu guvohlik Qur'on Karimning oyatlarida, koinotdagi Alloh taoloning sunnatlarida, Alloh taoloning insonlarni yaratgan aql va vijdondan iborat qimmatli boyliqlardan namoyon bo'lib turmoqda. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomni Alloh taoloning birligiga guvohlik berishga va o'zining mushriklar cho'qilgan narsalardan tamoman yiroq ekanligini, o narsalar bilan o'zining qilchi aloqasi yo'qligini jakarlashga buyurdi. Ondan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan birlikda yana boshqa ilohlarmi bor deb cho'qim guvohlik berasizlar. Ammo men hargiz bundoq deb guvohlik bermayman. Chunki
Allah Teala'dan başqa hech qanday iloh yo'qdir. Allah Teala birla haqiqiy ilohdir. Men sizlar Allah Teala'ga şerik qilib olgan barliq saxta ilohlardan albatta yiroqman va u narsalardan bezorman. Muhim nuqtalari. Birinchi, yaxshilik va yomonlik faqat Allah Teala'ning irodasi bilan bo'ladi. Allah Teala hammaga qodirdir. Allah Teala bandlarning ustida tizgilab turg'uchidir. Allah Teala Muhammed alayhissalomning haq payg'ambar ekanligiga guvohdir. Allah Teala'ning guvohligi eng e'tiborli va eng cho'ng guvohlikdir. To'rtinchi, Qur'on Karim kishilarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilingan ilohiy kitobdir. 231. bet. bet. Muhim nuqtalari. Yaxshilik va yomonlik faqat Allah Taoloning irodasi bilan bo'ladi. Allah Taolo hammaga qodirdir. Ikkinchi, Allah Taolo bandalarining ustida tizginlab turg'uchidir. Uchinchi, Allah Taolo Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligiga guvohdir. Allah Teala'nın guvohligi eng e'tiborli va eng cho'ng guvohlikdir. To'rtinchi, Qur'on Karim kishilarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilingan ilohiy kitobdir. Haqiqatni yoshirishning va Alloh nomidan yolg'on aytishning gunohi. Bismillahirrohmanirrohim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Tercümesi 20. ayet. Biz kitap bergenler onu yani Muhammed Aleyhisselam'ını xuddi özünün oğullarını tanıgandek tanıydı. Özüge ziyan salgıçılar onunla iman etmeydi. 21. ayet. Allah namıdan yalganı to'qigan yoki onun ayetlerini inkar qilganlardan zalim adamlar mı? Şeksiz ki zalimlar herkes nicat tapalmaydı. 22. ayet. Kıyamet günü olanın hemmisini yığımız. Andan müşriklerga Allah'ın şerikleri dep itiqat qilgan mabudlaringlar qani deymiz. 23. ayet. Andan ularning yolg'on o'zrisi faqat Rabbimiz Allohning nomi bilan qasam qilamiz ki biz mushrik bo'lmagan edik deyishdan iborat bo'ladi.
24 ayet. Sen ularning o'ziga qarshi qanday yolg'on aytganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb o'ydirib chiqqan narsalari ulardan qochadi. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. O'z vaqtida Quraysh kofirlari Yahudilar bilan xristianlardan Muhammad alayhisalom va uning dini to'g'riliq so'rashganda, ularning mo'llari Tavrat bilan Injilda Muhammad alayhisalomning payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalil isbot yo'q deb yolg'on aytgan. Ammo ular ilgari qo'lidagi Tavrat bilan Injilning bishoratlariga asoslanib Muhammad alayhisalomning rostchilligiga va uning dinining haq ekanligiga guvoh bo'lishgan. Hatto arab mushriklarni oxir zamon payg'ambar kelganda uning birlashib yo'q qiladiganligi haqida ularga tahdid solatdi. Oyatning mavzu bilan bo'lgan munosabati mana bu yerdan kelgan. Yana bir rivoyatda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Madinaga kelganda bu haqiqatni Yahudilarning katta ulamosi Abdullah ibn Salamdan so'raganda, u "Ey Umar, men Muhammadni dastlab ko'rganimda uni xuddi o'z o'g'limni tunigandek tunigan edim. Uning rostida Alloh tarafidan avatilgan haq payg'ambar ekanligiga guvohlik berman" degan. Tafsiri. İlgari biz Tavrat va Injil qatorliq samoviy kitoblarni ato qilgan Yahudilar bilan xristianlar Muhammad alayhisalomni va uning oxir zamon payg'ambar ekanligini xuddi o'zining o'g'illarini tunigandek tunaydi. Chunki ularning qo'lidagi samoviy kitoblarda Hazrati Muhammad alayhisalomning sifatlari bayon qilingan bo'lib, bu sifatlarning Muhammad alayhisalomda to'liq topilganligi uchun ular Muhammad alayhisalomning payg'ambar ekanligini shaksiz biladi. Ammo ular xuddi mushriklarga o'xshashla Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini inkor qilishdi. Mushriklar haqiqatni bilmaganlikdan, izlanmaganlikdan inkor qilgan bo'lsa, ahli kitobning kofirlari haqiqatni bilib turib inkor qilish orqali o'zlarining oxiratligini nobud qildi. Shuning bilan ular o'zlariga eng cho'ng ziyon solgan bo'ldi. Chunki ular hidoyatni ozg'inlikqa tegishdi. Ularda iymon etishga turtki bo'lgudek biror kuchlik istak yoki samimiy niyat bo'lmadi. Ular payg'ambarlik zanjirining Isroil avlodidan ilinib, arablarga berilganligiga norozilik bildirganligi va arablar kelgan bu omadga hasad qilganligi uchun ochiq haqiqatni inkor qilib, Muhammad alayhisalomni o'zining o'g'illarini tunigandek tunib turib, uning payg'ambar ekanligini bilib turib, uni e'tirof qilmadi. Dunyoda buningdan cho'ng ziyon bormi? Aqli bor inson qarab turib o'ziga shunday ziyon solamdi. Bahira, Saiba, Vasila ham qatorliq to'ylarni butlarga atab qurbonlik qilishdan iborat xurofotni o'ylab chiqarganlar, Allohning bolalari bor, farishtalar Allohning qizlaridir deguchilar. Qur'on Karim oyatlarini Alloh taolaning birligiga ishorat qiladigan koinot alomatlarini inkor qilganlar va Alloh nomidan yolg'onni to'qib chiqqanlar bilib qolsinki, ular dunyoda murodiga yetolmaydi. Qiyomat kuni hargiz nijotga erisholmaydi. Qiyomat kuni ahli kitobdan bo'lgan kofirlarning va mushriklarning hammasini hisob maydoniga yig'amiz. Ondan mushriklarga sizlar dunyodagi chog'larda Allohning sheriklari deb cho'qingan shafaatchilarlar qani deymiz. Bu savol mushriklarning qilmishlariga qattiq pushaymon qildirish va hasrat chektirish uchun so'raldi. Ular oxiratni yolg'on deb, Rabbimiz Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Bularning holiga ajabki, ular qiyomat kuni Robbining huzurida yolg'on so'zlamdi yoki qattiq qo'rqqanlikdan shunday demdi. Ammo shu aniqki, ular mayli haqiqatni e'tirof qilsin yoki uni inkor qilsin, baribir Alloh taolo uni biladi. Chunki ular Alloh taoladan hech bir so'zni yoshira olmaydi. Ey payg'ambar, bu mushriklarning o'ziga o'zi qanday yolg'on so'zlaganligiga, o'zini o'zi qanday aldaganligiga qarab. Bu nima degan qabih yolg'onchilik, nima degan xorliq va nima degan nomussizlik? Ular o'ydirib chiqqan atalmish shafaatchilar bu kunda ularning ko'zlaridan g'oyib bo'ladi. Ular biror shafaatchining shafaatiga, biror madadkorning yordamiga intayin zo'r ehtiyojli bo'lgan xalqlik paytda bu atalmish shafaatchilar ularga yordam bera olmaydi. Shafaat qilolmaydi va ulardan qochadi. Mufassirlarning "Unzur kayfa kazabu ala anfusihim" degan oyatga qilgan tafsiri bir xil bo'lmagan. Allama ibn Jarir Tabari va Allama Husayn ibn Mas'ud Bag'aviy bu oyatni sen mushriklarning Allohning huzurida turib qanday yolg'on aytganligiga qarag'in deb tafsir qilgan. Ularning Alloh taolaning huzurida aytgan yolg'on so'zi Rabbimiz Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik degan so'zidir. Chunki ular dunyodagi chog'larda butlarning Alloh taolaga shirk keltirgan turibdi. Alloh taolaning huzuriga borganda o'zining bu qilmishini inkor qilib, biz mushrik bo'lmagan, Allohga shirk keltirmagan edik deydi. Allama Qurtubiy bu oyatni sen mushriklarning butlarga cho'qinish bizni Allohga yaqinlashtirdi degan yolg'on so'ziga qaragan. Ular shunday gumon qildi. Ularning bu gumoni xatodir.
Ularning bu xatolıqı ularga özlük bo'lolmaydi. Va ulardan yolg'onchi degan ismni o'chirilmaydi deb tafsir qilgan. Chunki mushriklar ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Ya'ni biz bularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirsin deb cho'qinamiz deb mazkur butlarga cho'qinish orqali o'zini o'zi aldaydi. Amaliyat hargiz ular o'ylagandek emas. Chunki butlar hargiz ularni Alloh taologa yaqin qila olmaydi. Aksicha ularni Alloh taolodan tixmi yiroqlashtirib ozdirib etadi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Yahudilar bilan Xristianlarning o'z vaqtidagi o'limalari Muhammad alayhissalomni uning Tavrat va Injillardagi sifatlari va bishoratlari orqali o'z farzandlarini tanigandek taniydi. Hatto ular oxir zamon payg'ambari kelganda mushriklarga uning bilan birga taqobil turishni armon qiladi va mushriklarni shundoq deb qo'rqitadi. Ammo Muhammad alayhissalom arab millatidan kelibdi, ularning fikri darhol o'zgardi. İsrail avlodidan keladigan zanjirsimon payg'ambarlik navbatining bu qitim arablarning kelganligini ular qabul qila olmadi. Shu sababdan ular Muhammad alayhissalomga qarshi saf turishga bel bog'ladi. Tavrat bilan Injildagi bishoratlar bilan sifatlarni bo'lsa inkor qilishdi. Shunday qilib Muhammad alayhissalomni e'tirof qilishmadi. Ikkinchi, bu dunyodagi sotlarda har xil hiyla-mikirlar bilan yolg'on guvohchilarni sotilish orqali yolg'on etib qonunning jazosidan qutulib qolg'ishlar oxiratda Alloh taoloni aldab uning jazosidan qutulib qolishni ham xayol qilishidi. Ular rostla aqlsizlardir. Uchinchi, o'zining botil aqidasi va yomon qilmishlari bilan faxrlanuvchilarning oqibati hasrat va nadomatdir. Mushriklarning ba'zi qilmishlari. Bismillahirrohmanirrohim. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Tercümesi 25. ayet. Ey peygamber, ularning ichida sening qiroatingga quloq soldiganlar bor. Uni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami unga ishonmaydi. Hatto u kofirlar sening yoniga munozirlashib kelgandimi, bu Qur'on burunlarning afsonalaridan boshqa narsa emas deydi. 26. oyat. Ular kishilarni uningdan Qur'ondan to'sidi. O'zlarini uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Nazl bo'lish sababi İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir kuni Abu Sufyan, Valid, Nazir ibn Haris, Sheyba, Abu Jahl qatorliq mushriklar Payg'ambar alayhissalomning Qur'on tilovatini anglash uchun to'plandi. Ular o'zlarining xabarchisi Nazir ibn Harisga "Ey Abu Qutayla, Muhammad nim deyotdi" deydi. Nazir ularga "U bir nimlarni deb tilini midriltiyotdi. U xuddi men-sizlarga hikoya qilib bergandek buruqlarning afsonalarini so'zlaydi" deydi. Bu vaqtda Abu Sufyan "Men uning aytganlarining haqiqat ekanligini bilaman" deydi. Abu Jahl bunun g'azablanib, "Yo'q, unda emas" deydi. Shu munosabat bilan bu oyatlar nozil bo'ladi. Ey payg'ambar, ashu kofirlarning ba'zi sen Qur'on Karim oyatlariga tilovat qilayotgan chog'laringda yolg'ondan sening qiroatingga quloq solib, xuddi qiroatingni anglayotgandek qilib o'ltirishdi. Ammo ular aslida qiroatingga quloq solmaydi. Uni samimiyat bilan anglab beqishni xohlamaydi. Faqat o'zlarini shunday qilib ko'rsatyapti. Şunu biz ularning qilmishlari sababli bu muborak oyatlarning ma'nosini bilmasin va tushunmasin deb ularning dillarini pardalatib etdik. Quloqlarini eg'ir qilib etdik. Bu oyatlar ularning Qur'on Karimga va Muhammad alayhissalomga qarshi mavqesini bayon qilgan bo'lib, ularning Qur'on Karimga hargizmi samimiylik bilan yaqinlashmaydiganligini va undan mumkin qadar o'zlarini qochirganligini ifodalaydi. Chunki ular Qur'on Karimni buruqlarning aksonlari, sehr va she'r, Muhammad alayhissalomni bo'lsa sehrgar va shoir deb tuhmat qiladi. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba.
Ya'ni ularning og'zidan chiqqan so'z nima degan cho'ng kufrliq. Ular faqat yolg'onni aytadi. Chunki ularning ahvoli, o'sib yetilgan muhiti, shuhrat va mansabga bo'lgan hirsmanligi, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan o'chmanligi qatorliqlarning hammasi ularning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini Alloh taolaning kalomini va payg'ambar alayhissalomning muborak so'zlarini tushunib qabul qilishdan to'sib turadigan qalin pardalarning o'rnidir. Shuning uchun Qur'on Karim ular to'g'riliq, ular hamma mo'jizalarni ko'rgan taqdirdimi, uning ishonmaydi degan. Ular bütün ayetlerini ve möcüzelerini inkar qilgan kafirlardır. Bu ulardaki taklitçilik illetining ularni to'g'ri tafakkur qilib sog'lom tushunishdan to'sib qo'yganligi va ularning qilmishi sababli Alloh taolaning ularning dillarini yaxshilikdan burib etganligidan edi. Bu Alloh taolo shundoq bekitib etgan qonuniyat bo'lib, bu qonuniyat o'zgarmaydi. Ey payg'ambar, bu kafirlar sening yaningga munozirlashish uchun kelgan chog'larda Qur'on Karimga o'p-ochiq tuhmat qilib, bu Qur'on burunlarning efsanalaridan boshqa narsa emas deydi. Ular bu so'zida Qur'on Karimni haqiqat emas deyish bilan kifoya qilmasdan ozg'uliqda tixim ilgirlab uni burunlarning efsanalari deb eng tuvan sifatlar bilan sifatladi. Ular Qur'on Karimni hech kim anglamasin deb insonlarni uning tilovatini anglashdan, vaz nasihatni qabul qilishdan va Alloh taolaning yo'lidan to'sish uchun qo'ldan kelganning hammasini qildi. Ular o'zlarining Qur'on Karimdan nafratlanganligini ko'rsatish va boshqalarning uningdan yuz o'ritish uchun ana shunday kelmas tuhmatlarni o'ydirib chiqardi. Amaliyotda ular bunday qilish orqali Qur'on Karimga yoki Muhammad alayhissalomga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Faqat o'zlarining o'risini qo'llaydi xolos. Ammo ular o'zlarining halokatini o'z qo'llari bilan tayyorlayotganligini his qilishmaydi va tuymaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, insonlar to'lgan vaqtidagi sab holatini saqlab qola oladigan bo'lsa, ular cho'qim haq gaplarni anglay oladi, tushuna oladi, fikr yurgizib haq yo'lni tanlay oladi. Ammo asli holatini yo'qotganlar sog'lom tafakkur qiladigan aqlinimi, haqiqatga quloq solish va ko'rish iqtidorini biroqli yo'qotganlik uchun ular haqiqatni bilolmaydi, ko'rolmaydi, anglay olmaydi. Ikkinchi, kufrida chong turishga bel bog'laganlarga qanchalik cho'ng mo'jizalar kelsimi, ular baribir iymon etmaydi. Uchinchi, kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'sqishlar o'zlarini oxiratning qattiq azobiga tutqichilardir. Mushriklarning qiyomatdagi ahvoli. Bismillahirrohmanirrohim. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Tercümesi 27. ayet. Ey Peygamber, eğer sen ularni do'zaxning ustida to'xtatilgan, ular kaçki dünya qaytilgan bo'lsaydi, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'ladiq deb ketadigan chog'da ko'rgan bo'lsam, dahshatli bir holatni ko'rgan bo'lardim. 28. ayet. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan qilmishlari o'ziga oshkor ko'rindi. Shu ular shundoq deydi. Ular dunyoga qaytilgan taqdirdami, ma'ni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Sheksizki, ular albatta yolg'onchilardir. 29. ayet. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir.
Biz o'lgandan keyin tirildirilmaymiz degan edi. 30. Ularni Robbining oldida to'xtatilgan chog'da bir ko'rsang ajoyib qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'lardim. Alloh ularga bu terilish rost emasmikin deydi. Rost emasmikan deydi. Ular Robbimizning nomi bilan qasamki rost ekan deydi. Alloh undaqda kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar deydi. 31. oyat. Allohning oldiga boradiganligini inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular gunohlarini ustiga yuklab olgan holda u dunyodagi beparvoligimiz sababli ketkizib qo'yganligimizga esit deb qoladi. Ularning yuklab olgani nima degan? Yomon. 32. oyat. Dunyo hayoti faqat o'yin tomosha va g'aflatdan iborat. Taqvodorlar uchun oxirat yurti albatta yaxshidir. Buni tushunmaysizlar. Tafsiri. Müşriklarning ishi haqiqatan ajablanarlidir. Ey payg'ambar, sen ularni bu dunyoda Qur'on Karimni va payg'ambarni inkor qiladigan, payg'ambarni va uning dinini masxara qiladigan, oxirat kuniga ishonmaydigan ham bu inkorchiligi bilan faxrlanadigan holda ko'rsan. Agar sen ularni jahannamning ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, ularning jahannamni o'z ko'zlari bilan ko'rgan, payg'ambarning ogohlantirishining haqiqatan rost ekanligini aniq bilgan va do'zaxga kirgan vaqtidagi holatini ko'rsang, so'z bilan sifatlash mumkin bo'lmaydigan dahshatli bir ahvolni ko'rgan bo'lardim. Ular do'zaxning ustida to'xtatilgan va o'zlarining cho'qim do'zaxga tashlanganligi qosh bilan kirpikning orasidagi bir ish bo'lib qolgan chog'da koshki dunyoga qaytilgan bo'lsak edi. O'sha do'zaxning haqiqiyligi hargizmi inkor qilmagan. Qiyomat kuni bo'ladigan barliq haqiqatlarga ishongan, Robbimizning oyatlaridan hech birini inkor qilmaydigan, uning payg'ambarini va barcha oyatlarini e'tirof qiladigan mu'minlardan bo'lardik. Deganligining nima foydasi bo'lsin? Uning ustiga ular bu arzulardan rostchil emas. Chunki ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, yana kufrini, inkorni va dushmanlikni davomlashtiruvchilardir. Ular shunday bir qavmki, kufrlik va inkorchilik ularning tabiatiga singib ketgan. Shunga ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, yana burunqideklar hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. Biz o'lgandan keyin tirildirmaymiz degan bo'ladi. Oxirat hayotiga ishonmaydigan va materializmchi qavm ana shundaydir. Ulardan hargiz yaxshilik kutilmaydi. Ey payg'ambar, agar sen Alloh taoloning oyatlarini inkor qilgan bu mushriklarning Robbi tarafidan hesabga tortilishi va Robbining ularga xohlagan hukmni chiqarish uchun farishtalarning qo'lida tutilgan vaqtidagi ahvolni bir ko'rsam, ajoyib qo'rqinchli ahvolni ko'rgan bo'lardim. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a val amru yawma lillah. Ya'ni o hech qanday bir odam, ya'ni bir odamga qilcha yordam bera olmaydigan kundir. O kunda hukm qilish tamoman Allohga xosdir. ay, 2 ay, 3 ay,
40 ay, 5, 6 ayını tüydeydik. Bugünkünce 25. Hayatınızın anlamını ve amacını düşünerek yazın. Hayat anlam arayışı içsel zenginliğin kapılarını aralamaktır. Kendi amacınızı bulmak, adeta kalbinizin ritmini takip etmek gibidir. Bugün derinlemesine düşünün. Tutkularınıza odaklanın ve hayatınıza anlam katan adımlar atarak kendi öykünüzü yazmaya başlayın. Çünkü gerçek anlam içsel bir keşif yolculuğunda gizlidir.
da yoga yaparak içsel huzurunuzu ve dengenizi bulun. Doğayla uyum içinde olmanın size nasıl bir etki yaptığını düşünerek yazın. Dışarıda yoga yapmak bedeninizi ve zihninizin derinliklerini doğanın kucaklayıcı güzellikleriyle buluşturmanın muazzam bir yoludur. Her nefeste çiçek kokularını, her duruşta rüzgarın şarkısını hissedin. Doğanın kucaklayıcı enerjisiyle birleşerek yoga pratiğinizde huzurun ve dengeyi keşfedin. Huzurun ve dengeyi keşfedin. Bugün açık havada yoga yapmanın sağlık ve huzur getiren gücünü hissedin. Bakarız. Kolayden. yaxshi mo 送日志到3次。记录日程虽然没有让我成为像刘备媳妇那样厉害的人，但提高了我对时间的敏感度，因为我记录一笔浪费掉的时间，比如用看手机荒废了2个小时，心里就会有一种愧疚感，进而就会不自觉地希望自己减少这种浪费。毕竟记录这样的日子并不光彩，谁愿意自己的生命都是由这些无聊的事情组成的呢？当然，我有时候也过得异常忙碌的晕头转向，看着密麻麻的日子，也不禁会想自己到底在忙什么，因为这些忙碌往往都是在被动应付外界的压力，而非自己主动在追求什么。于是我问自己，如果一直被外界的安排牵着走，即便每天过得很充实，又有什么意义呢？人大概就是这样，都希望自己的一生能过得更丰富精彩些。于是在泪水日志的自然审视下，我越来越渴望过高效和有意义的生活。这种渴望日渐强烈，但一直找不到出口。直到开始实践每日反思，我才发现它是一个自我觉知的新出口。
它相当于一个深度日志记录，每天继续花一点点的时间，对当天最触动自己的事情或感悟进行复盘，就可以保持对生活更深的觉知，其不妙在。于是我开始实践，结果一发不可收拾。当我写到第160天时，就萌生了开公众号写作的念头，因为这些反思让我真正切切地审视了自己的状态和目标，也切切实实体会到了写作给自己带来的好处。通过反思，我越来越多的觉知到生活中的很多细节，无需外界的帮助就可以从小处不断完善自己。这些反思给我带来的好处简直无以言表，所以我希望把它带给大家，让更多人知道并受益。大道至简。起初我只知道写每日反思有好处，但是没有想到它的好处竟有那么大，以致现在回顾的时候自己都很惊讶，原来这个小小的反思暗含了很多底层管理。所谓大道至简往往就是这样，简单到你不愿意相信它是大道。为了让大家了解，我先介绍一下自己写每日反思的方法。我的方法很简单，就是留意每天生活中最触动自己的点，不管这个点是令人欣喜的感悟，还是令人难受的困惑，只要它在心头燃起火花，就把它摘取下来，记录到文档里复盘。而复盘的方式也极为简单，通常继续3点：一、描述经过，以便日后回顾时能想起当时的场景；二、分析原因，多问几个为什么，直到有深度的启发；三、改进措施，尽可能提炼出一个认知点或行动点，仅此而已。每日反思有时候只有几句话，有时候长达数千字。实行而动，实行而定。只要能让自己更好地看清问题并发生改变就好。比如有一次开车后觉得很累，在当天的反思中，我发现自己在开车时身体的一些部位不自觉地保持紧张和僵硬。从那以后，我便可以提醒自己保持放松，用最小的力气去完成动作，尽量让汽车在启动和停止时如何顺畅。不久后，开车成了我的一种享受，家人也反馈坐在车里非常舒适，没有之前的激情绩效了。比如有一次被领导批评，他用词刻薄，让我当场就想回击。在当天的反思中，我认真分析了他的批评，觉得他指出的问题还是很到位的。虽然他情绪不好，但出发点是好的，而且他对大多数人都是这样的脾气，并非都针对我。想到这里，我当即就释然了。
并且学会了一招，无论何时都要把对方的情绪和意见分开对待，这样即使在最糟糕的事情中也能学到有用的东西。再比如，2019年元宵节前，我们一家三口去南京福州庙游玩。到达时我们已经很疲惫了，想找个地方休息一下。但我们看遍了附近所有能做的消费场所，都人满为患，没有容纳3个人的地方。最后的游玩只好无精打采地走了个过场。在当天的反思中，我突然意识到，其实我们可以分开休息，因为必胜客餐厅里有2个人的位置，而肯德基餐厅里有1个人的位置。我们的目的是休息，而不是3个人在一起休息。当时竟被这个思维定式给束缚了。通过反思，我审视并优化了自己的选择，下次再遇到这种问题的时候，就不会这样死板了。如果你去练习反思，也必然会关注身体、情绪和思维3个层面，进而不断优化和改进自己。当然也会产生很多灵感、顿悟和创意。只要你去实践，就会有很多发现。有反思的生活，就好比每天在时间的溪流中拾取一块闪亮的小石头，然后精神打磨。不久之后，我们就会发现自己身上已经有了一大袋认知进食。这些认知进食就是我们生活的印记和捷径。有了这些认知进食大地，我们的生命质量和密度将远远超过那些不反思的人。甚至我们可以在很小的年纪就拥有比同龄人更高的认知水平，因为那些只星座不反思的人，只是在生活场合中站上很久，也依然两手空空。所以我总是忍不住向自己的读者推荐每日反思这个方法，他们也很快就会给出反馈，说自己的生活发生了微妙的变化。比如读者一年就说，最近我每天写好多篇反思日记，对自己的日常行为、情绪、决定都进行了观察。嗯，让自己从小事上一点一点的改变，这样的体验踏实而美好，内心变得稳定多了。知道了一些事情的价值所在，知道了自己想要什么，知道了该怎么做，我变得踏实而勤奋。不夸张地说，任何人遇到问题都可以将反思作为要引，只要写下来复盘，很多问题就会迎刃而解。当然，很多人并不相信反思有这么神奇，其中原因可能是他们自身并没有时间，或是实践了但方法不对。另一种可能是他们对这一方法的底层原理并不清楚。不过等我说出来后，你就会恍然大悟。现在就让我为大家呈现。OK，
今天打死为止。Ah, the making, the, the making of bullies and victims. Bullies have always been with us. As anyone familiar with swishing but cowardly character Flashman from the Victorian boys' classic Tom Brown school days will know. We can all recall episodes of bullying from our childhood. Whether we were participants, witnesses, or victims, for all that, the phenomenon of bullying has only very recently reached such proportions as to become a subject for a widespread social alarm. According to the New York Times, in one of the largest studies ever of child development, researchers at the U.S. National Institutes of Health reported that about a quarter of all middle school children were either preparators or victims, or in some cases both, of serious and chronic bullying. Behaviors included threats, ridicule, name calling, punching, slapping, jeering, and sneering. It is rare now to find a school district in North America that has not found it necessary to institute anti-bullying programs or issue edicts of zero tolerance against bullying behavior. Yet, the source of bullying are little understood. The measures proposed to deal with it are predictably ineffective because, as usual, they seek to address behaviors rather than causes. In 2001, for example, the New York Times reported that in the aftermath of a deadly high school shooting provoked by episodes of bullying in Santee, California, the Washington State Senate passed legislation aimed at cracking down on the problem. According to the report, the bill's supporters say it may just help to avert more violence, but skeptics notice that the California high school where the shooting occurred already had anti-bullying programs, including provisions for anonymous tips about students making threats and programs to help teenagers get along. Like one college, names can really hurt us. In a study mentioned in the previous chapter, researchers from York University video studied videotapes of 53 episodes of playground bullying among elementary school students and found that more than half the time the, the bystanders observed the taunting and the violence passively, while nearly a quarter of the time some of them joined in picking on the victim. A murder that drew international attention in 1997, that of the Victoria, British Columbia teenager Rena Wilk by her peers, was
nightmarishly reminiscent of the Lord of the Flies. Rena was 14 years old at the time of her death, and her accused killers were within a year or two of being her contemporaries. As in the William Golding novel, a group of adolescents turned on the most vulnerable of their group, their frustrations and rage not fully vented until her body lay battered and drowned. One of the murderers reportedly smoked a cigarette while nonchalantly holding the victim's head under the water. Many who didn't directly participate witnessed the beating, no one making any strong effort to intervene, no one afterward being moved to report the incident to the authorities. No adult found out about the killing for several days. In Lord of the Flies, a group of British uh, cowboys, let me, uh, cowboys are marionette on a tropical island. Left to their own devices, they spontaneously divide into bullies and bullied to the point of murder. The interpretation many have put on the Golding novel is that children harbor an untamed savagery underneath a thin veneer of civilization, and that only the force of authority can keep their innate brutalizing impulse in check. This impression is reinforced by the a proliferation of media reports of kids victimizing other kids. Although it is true that the presence of adults in children's lives is a major cause of bullying, the real dynamic involves not missing adult authority but the death of adult attachments. More accurately, the warning of adult authority is directly related to the weakening of attachments with adults and their displacement by peer attachments. With bullying, as with the legacy of violence in general, we see the effects of peer orientation. We can actually observe the same phenomenon in the animal world. In a laboratory of monkeys at the U.S. National Institutes of Health, a group of infants was separated from adults and by default reared only by one another. Unlike with adult-raised monkeys, a large number of these peer-oriented animals displayed bullying behavior and become impulsive, aggressive, and self-destructive. In South Africa Wildlife Reserve, park rangers become concerned about the slaughter of rare white rhinos. Poachers were originally blamed, but it later transpired that a group of roach young elephants was responsible.
The episode drew so much attention that it was reported on the TV program 60 Minutes, and internet account provides details. The story began a decade ago when the park could no longer sustain the population of elephants. Rangers decided to kill many of the adult elephants whose young were old enough to survive without them. And so the young elephants grew up fatherless. As time went on, many of these young elephants roamed together in games and began to do things elephants normally don't do. They threw sticks and water at rhinos and acted like the neighborhood bullies. A few young males grew especially violent, knocking down rhinos and stepping or kneeling on them, crushing the life out of them. The solution was to bring in a large male to lead them and to counteract their bully behaviors. Soon the new male established dominance and put the young bullies in their place. The killing stopped. In both of these cases, we see that bullying among animals followed the destruction of the natural generational hierarchy. Among human children as well, the bullying phenomenon is a direct product of the subversion of the natural hierarchy. Following on the loss of adult relationships in Lord of the Flies, the children are left to their own devices in the wake of a plane crash that none of their caregiving adults survive. In the killing of Rena Wilk in Victoria, both the victim and her attackers were young people from troubled family backgrounds who were intensely peer oriented, having lost emotional attachments with adults. Even the Victorian era bully fleshman was a product of a system that took very young boys out of their homes and placed them in institutions where peer values dominated their social life and relationships. Bullying has always been an endemic feature of British boys' schools. The underlying problem the underlying problem is not the behavior itself, but the loss of natural attachment hierarchy with adults in charge. When youngsters, when youngsters can no longer look to parents to orient by, they are reduced to instinct and impulse. As I'll discuss, an instinct to dominate arises when there is a loss of appropriate attachments. Unfortunately, the dynamics of bullying behavior, so deeply rooted in instinct and emotion, are often overlooked. Only what's immediately visible to us, the bullying behavior and its deplorable impact on the victims, draw everyone's concern. What's especially grabbing our attention is the epidemic of bullying in our schools. The traditional North American stereotype of the bully as a social misfit, socially disadvantaged, preying on the weak and the vulnerable, but ostracized
ostracized by the mainstream no longer holds. In our children's world, bullies are not outcasts. They often enjoy a large supporting cast, at least in school. A study published in 2000 by the American Psychological Association found that many highly aggressive and antisocial boys in elementary school are rewarded with popularity. The main author, the main author of this research was Philip Rodkin, a professor at Duke University in North Carolina. When we think of aggressive kids, we tend to think of kids who are losers, stigmatized, and out of control, Dr. Rodkin said. But about one third of these aggressive kids are ringleaders of groups in the classroom. These kids can have a lot of influence on their peers and on the classroom as a whole, even if they are a minority because of their high status. It is popular but misguided to believe that bullying originated in a moral failure or stems from abuse in the home or lack of discipline or from exposure to violence in the entertainment media. Some aspects of bullying may arise from such sources, but bullying itself, I am convinced, is fundamentally an outcome of a failure of attachment. In each of the earlier examples, the children and animals had been orphanated, orphaned physically, or emotionally and psychologically. To study the effect of pure rearing, the monkeys had been separated from their parents. The elephant's parents had been killed in a call. The adults-in-law of the flies had died, and the Victoria teens were cut off from their parents. They all, animals and children alike, suffered from an intolerable attachment void. Their bullying behavior was an expression of immature beings not properly as mm, inscarnate in a natural hierarchy of attachments. What research exists supports just such a conclusion. One study reported in the New York Times suggested that the more time young children spent in peer company and away from parents, the more prone they were to develop bullying behavior. According to the Times article, youngsters who spent more than 30 hours a week away from mommy had a 17% chance of ending up as a garden variety bullies and troublemakers compared to only 6% of children who spent less than 10 hours a week in daycare. Of. Bugünlük bu şişlik olsun. 2 saat arasında doldurup yapabilirim. Hmm. İki minut. Yani 2 minut kaldı. Bu 2 minut narşiler neymiş kılmız? Bu 2 minut narşiler neymiş kılalayım ha? Elon Musk.
Ayrıca İran Güney Afrika'da kalırsa inanmadığı bir rejim için zorunlu askerlik hizmetine katılmak zorunda da kalacaktı. Elan bunu aslında orduya hizmet etmekle ilgili bir sorunum yok. Ancak siyahilere bastıran Güney Afrika ordusuna hizmet etmek, zaman geçirmek için pek de iyi bir yol gibi görünmüyordu diye açıkladı. Ama başka bir ülkeye göç edip nasıl yeni bir hayata başlayabilirdi ve özellikle Amerika'ya yaşamak, okumak ve çalışmak için nasıl göç edecekti? O Güney Afrikalıydı, Amerikalı değildi. Göçmenlik yasaları da öylece ortaya çıkıp oraya yerleşmene izin vermiyordu ki. Buna epey kafa yoran Ela'nın dikkati annesine çevrildi. Küçük yaşta Güney Afrika'ya taşınsa da annesi gerçekte bir Kanadalıydı. Annesinin babası da Amerikalı. Acaba İlan büyük babası sayesinde Amerikan vatandaşlığı alabilir miydi? Bu umut çabuk suya düştü çünkü annesinin Amerikan pasaportu yoktu. İlan göçmenlik yasalarını araştırarak bir çözüm yolu aradı. Belki Amerika'ya göç edemezdi. Peki ya Kanada? İlan Kanada pasaportunu alırsa sonunda Amerika'ya göç etmesinin daha kolay olabileceği sonucunu çıkardı. Vatandaşlık yasasının ayrıntılarını araştıran 17 yaşındaki Elan, Güney Afrika'dan çıkmanın bir yolu. Annesi Kanada'da doğduğu için da vatandaşlığı hakkı vardı. Kanada pasaportunu alması tek yapması gereken evrakları doldurmaktı. İlan formları doldurdu ve hiç vakit kaybetmeden postaladı. Bir sene kadar sonra İlan'ın pasaportu geldi. Kanada pasaportunu aldıktan sonraki 3 hafta içinde Kanada'daydım. Bu öyle ufak bir şey değildi. 1989'da İlan bu yolculuğa çıktığına internet yoktu. Gerçekten. Gideceğin yeri Google'dan bakamıyordun. A noktasından B noktasına götüren Google Maps henüz ortalarda yoktu. Bir seyahate çıkmak istiyorsan profesyonel bir seyahat acentesine başvururdun. Ancak Elon'un böyle bir parası yoktu. Babası bu macerayı desteklemiyordu. O sadece Güney Afrika'da kalırsa okul parasını ödeyecekti. Şayet İlan Kanada'ya gidecekse ne yapacağını, nerede kalacağını ve tüm bunları nasıl ödeyeceğini kendisi çözmeliydi. Montreal'daki amcasına İlan'ın gelişine haber veren bir mektup yazdı. İlan'la kalabilirse harika olurdu. Bir cevap bekledi ancak İlan'ın Kanada'ya giden uçağı havalandığında henüz bir cevap gelmemişti. İlan'ın uçağı indi. Uzun süredir kayıp olan amcayı bulması gerekiyordu. Bozuk paralarını ankesörlü telefona atan İlan o zamanlar bir telefon numarası bulmak için herkesin yaptığını yaptı ve Santral'ı aradı. Ancak İlan'ın amcası adına kayıtlı bir numara bulamadı. Cep telefonlarından önce evden, işten ya da okuldan uzaktayken birini aramanız gerekirse ankesörlü telefonları kullanmanız gerekirdi. Otellerde, bazı caddelerin köşelerinde ve bazı diğer hareketli yerlerde bu telefonları bulabilirsiniz. Ahizeyi elinize alır ve bozuk paraları içine atardınız. Ne kadar para atarsınız o kadar uzun konuşabilirdiniz. Konuşmanın tam ortasında telefondan sürenizi bittiğine dair uyarı sesi gelmeye başlayınca bir tür
bir tür dans başlardı. İnsanlar telaşla pantolon ceplerinde, çantalarında ve cüzdanlarında bulup para ararlardı. Ama para kullanmak istemiyorsanız bunun da bir yolu vardı. Ödemeli arama. Santral aramayı gerçekleştirir ve karşı tarafa ödemeyi kabul edip etmediğini sorardı. Eğer anne ya da babanızı arıyorsanız yapmanız gereken tam olarak buydu. Elon Güney Afrika'yı annesini aradı. Elon Musk'tan ödemeli arama kabul ediyor musunuz? Elon'un annesi aramayı kabul etti. Ve işte o zaman haberi verdi. Elon'un Kanada'da misafir olacağı ev sahibi amca Minnesota'ya taşınmıştı. Minnesota. Şimdi ne olacak? Elon bir sırt çantası, kitaplarla dolu bir valiz ve $2000 kala kalmıştı. Bunlarla pek uzağa gidemezdi. O $2000 Montreal'da bir öğrenci yurdu buldu ve bulabildiği en ucuz yeri kiraladı. Ama bir plana ihtiyacı vardı. Hem de çok hızlı bir plana. Dünyanın diğer ucunda az bir parayla ailesi olmadan kala kalmıştı ve ne yapacağını bilmiyordu. Bugünlük bu kadar olsun. Tam 2 saati de bitirmiş oldum. Hem Allah'a emanet.